Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan tvorogdan rogaliki tayyorlaymiz. Ayniqsa uyda tvorog qolib ketadiganlar uchun ajoyib ideya. Har doim ham zapekanka, tvorожный pirog, sirniki emasdi, boshqa narsa tayyorlab ko'rishga ham harakat qilamiz. Buning uchun bizga tvorog, tuxum, shakar, margarin kerak bo'ladi. Nimani qanchadan solganimni pastda описаниеda yozib qoldiraman. Tvorog, shakar, tuxumni bitta idishga solib, yaxshilab vilkada aralashtiramiz. Katta qamoqlar qolib ketishi kerak emas, bo'lmasa pishmay ichi berch bo'lib qoladi. Manda tvorog quyuq ham emas, suyuq ham emas. Qo'shib, ketidan margarinni qo'shib, yaxshilab vilka yordamida aralashtiramiz. Ezishga harakat qildim men. Ketidan unni qo'shib, bitta xamir holatiga keltiramiz. Elastikniy, qo'lga yopishmaydigan xamir bo'ladi. Xohlaganlar qo'lda, qoshiqda qilsa ham bo'ladi. Menga vilkada udobni bo'lgani uchun vilkadan foydalandim. Va bitta xamir holatiga keltiramiz. Shunaqa yumshoq bo'ladi. Tez olinadi, o'zicha yopishib qolmaydi idishga ham. Xamir holatiga keltirib, paketga solib, xamirni 20 minutga xolodilnikka olib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan xamirni olib, teng ikkiga bo'lamiz. Teng ikkiga bo'lib, uni qo'shib, unilab yoyib olamiz xamirimizni. Yoyib bo'lgandan keyin videoda ko'rsatilgandek ustidan ozginadan shakar sepib chiqib kesib olamiz va rogaliklarni tugib olamiz. Qizib turgan duxovkada 180 gradusda 25-30 minut pishiramiz. Xohlasanglar ustini ham shakarga botirib olsa bo'ladi. Bunaqa sovuq kunlarda issiq choylar bilan zo'r ketadigan rogaliki pishib chiqadi. Yoqimli ishtaha.